O'zbekka turmushga chiqib, ajrashganim haqida gaplashamiz. Kommentariyalarimda koreysga tekkuncha o'zbekka teksang bo'lmasmidi deb aql o'rgatadiganlar yaxshilab eshiting. Eng muhim joylarini qisqacha aytib berishga harakat qilaman. Men ham oq libosda, yorug' yuz bilan, oilamning yuzini yerga qaratmasdan o'zbeklar oilasiga kelin bo'lganman. Dindor, o'qimishli, bitta mahallani eng oldi oilasiga, eng namunali, hamma hurmat qiladigan oilasiga kelin bo'lganman. To'yimdan bir hafta o'tmasdan u erkak badanni ko'kartirib kelishni boshlagan. Shundaylar-ku. Ko'chada bitta jalab bilan yurishini ham yashirmasdi. Oilasi ham bilardi. To'yimdan bir oy o'tmasdan kechasi umuman uyda qolmaslikni boshlagan. Ertalab kelardi, yana obeddan keyin chiroyli, yasanib, ochiq oydin tayyorlanib ko'chaga ketardi. 10-15 kunlik kelinga qaynanam ochiq oydin, eringizni ko'chada yaxshi ko'rgan qizi bor. Dadingiz kelin qilishni xohlamadi. U qizning dadasi alqash ekan, bizga to'g'ri kelmasdi degan. Chiroyli qizni kelin qilsam, u qizni unutadi deb o'ylagandim degan. Nagli yangi kelinchakka. O'sha ko'chadagi bitta jalabni deb yemagan kaltagim, ko'karmagan joyim qolmagan. Sababini aytaymi? Nimaga gaplashasiz, gaplashmang deganim uchun. Uyimdagilar primerni ikki oiladan kelgan bilib qolishgan. Uyga mehmon bo'lib borganimda ko'kargan joylarimni ko'rib, hech qanaqa to'polonlasiz. Meni uyimdagilar u xonadonga gaplashgani borishgan. U xonadondagi bitta inson ham uzr so'ramasdan nagli qaynanam o'g'lini tarafini olib biz bilan urushgan. Men to'ydan ko'p o'tmasdan homilador bo'lganman-da. Homilamni boshidanoq menda tushish xavfi bo'lgan. Sababi stress. Bolani saqlab qolish uchun qilish kerak bo'lgan hamma lecheniyalarni meni onam ayol boshlari bilan qilib berganlar. U xonadondan bitta inson ham o'z zurriyodi uchun hattoki bir dona tabletka ham olib bermagan. Tinimsiz janjal, to'polon, tinimsiz kaltaklardan kelgan, stresslardan kelgan qattiq mazam qochib, даже 2 marta o'limdan qolganman. Premyerni bir oycha onamlarning yonlarida qizli uyimda qolganman. Meni onamlar kechasilari uxlamasdan boshimni ustida yig'lab o'tirardilar. Men nafaqat o'zimning holatimni, men onamlarning ham holatlarini tasvirlab bera olmayman. Bir oy ichida hachabi telefon qilib bir marta ham xabar olishmagan. U vaqtning ichida men homilamni yo'qotganman.